Rajab oyida ma'lum bir ibodatlar sahih rivoyatlar bilan kelmagan. Balki umumiy ma'no bor. Rajab oyi aslida Ramazonga tayyorgarlik. Biz o'tgan jumada Rasul alayhisolamning duolarini zikr qildik. Ya'ni Rajab va Sha'bonimizga baraka bergin, Ramazonimizga bizlarni yetkazgin degan duolari mashhur bo'lgan. Rajabning birinchi g'oyasi Ramazonga tayyorgarlik va ikkinchisi Ashhurul Hurum, Ramazondan keyin ibodat ko'p oylar bo'lganligi bilan ham mashhur. Shuning uchun bu oyda roza tutiladi, namoz o'qiladi, Qur'on o'qiladi va hokazo nafl amallar bajariladi. Lekin zinhor va zinhor 27-kechada, masalan, Me'roj kechasida 100 rakat namoz o'qish kerak ekan, bu rakatlarda uni o'qish kerak ekan, buni o'qish kerak degan bid'atlarga aldanmaslik kerak. Savob to'playman deb gunoh hosil qilmaslik kerak. Umumiy mana shu birodarlar. Rajabda Me'roj va Isroning muhimligi bor. Chunki Me'roj va Isro bizga namozday buyuk ibodatni olib keldi. 5 vaqt namoz ibodatini olib keldi bu kechada. Bizga farz qilindi. Payg'ambar alayhisolamga xushxabar bo'ldi, tasalli bo'ldi. U zotning ko'ngillari ko'tarildi. Demak, bizning bugungi kunda bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu oyga e'tibor qilish. Ko'proq xayrli ishlarni qilish. Yana bu oylar bilan Alloh subhanahu va taolo bandalarga hisob kitobni o'rgatadi. Hisob kitobga diqqatni jalb qiladi. Banda hisob kitobga jalb qilinishligidan maqsad dunyoning hoyu havas va lazzatlariga aldanib o'tkazib yubormasligi uchun. Hisob kitob degan oxiri bor degan. Va oxiratda albatta uning hisobi bor degani.